Kim o'limni ko'p eslaydigan bo'lsa, u odamga 3 narsa tortiq qilinadi. 3 yaxshi narsa beriladi unga. Birinchisi, tavbasi qabul bo'ladi u odam. Ya'ni ko'p tavba qiladi, tavbasi qabul bo'ladi. Ikkinchisi, qalbi qanoatlanadi. Qanoatli qalb beriladi unga. Uchinchisi, ibodat qilishda odam o'zida bir g'ayrat his qiladi. Ibodat uchun g'ayrat beriladi u odamga. Kim o'limni esdan chiqaradigan bo'lsa, 3 narsa bilan jazolanadi u odam. Birinchisi, tavbani kechiktiradi. Balki tavba qilishidan oldin o'lib qolishi mumkin. Ikkinchisi, boriga rozi bo'la olmay qoladi. Qanoat yo'qotiladi u odamdan, yo'q bo'lib qoladi. Ya'ni boriga rozi bo'lmaydi-da, yana talab qilaveradi. Besabr bo'lib qoladi. Uchinchisi, ibodatlarda danga sabab bo'ladi. O'limni eslamaydigan odam.